Bugün tumanımızdagi Sho'xnazay mahallasida katta yangilik. Barcha xursand. Chunki mana 2025-yilning 2-mavsumida Open Budjet loyihasiga qo'yilgan yo'llarimiz bugun asfalt bo'lib turibdi. Mana shu yo'llar biz esimizni taniganimizdan beri men shu mahallada istiqomat qilaman. Chang, to'zon, qishda loy hamisha bizlarni mana shu insonlarni mana shu yo'llar kayfiyatini tushiradigan darajada edi. Mana hukumatimizni tashabbusi bilan qilingan mana shu Open Budjet loyihasida mahallamiz ahli faol qatnashib, mana shu yo'llarni chiroyli qilib asfalt qilishni yutib oldik. Va bugun ana shu ishlar amalga oshirilmoqda. Bu hammasi inson qadri uchun, kelajak avlod uchun qo'yilayotgan tamal toshlaridan biridir. Chunki yo'llarimiz ravon bo'lsa, ertangi kunimiz yanada go'zal bo'ladi. Har bir mana shu xonadondan chiqib, tuman markazida borib ishlaydigan ajoyib bir ishchilarimiz bor. Qolaversa dehqonlarimiz shu yo'llardan harakatlanadi. Bugun ularning xursandchiliklari cheksiz. Yana mana shunday tashabbusli budjet loyihasiga qolgan yo'llarni ham qo'yib, elimiz jipslashib, birlashib, barcha yo'llarimiz ravon bo'lishiga erishmoq uchun kurashamiz albatta.